O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasiga biriktirilgan jasorat maktablari o'quvchilari o'rtasida yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirish, shuningdek, o'z yurti va xalqi taqdiri uchun mas'uliyat hamda javobgarlik kabi muhim insoniy xislatlarni shakllantirish maqsadida navbatdagi harbiy sport musobaqasi o'tkazildi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi tashabbusi asosida tashkil etildi. Musobaqada Qorako'l, Qorovulbozor hamda Kogon tumani jasorat maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchi yoshlar faol ishtirok etdi. Bellashuv jarayonlari boshlanishidan oldin o'quvchilarga harbiy soha bo'yicha muhim nazariy va amaliy ko'nikmalar berildi. Yoshlar zamonaviy qurol-aslahalar, himoya kiyimlari, maxsus texnik vositalar, aloqa vositalari va xizmatda qo'llaniladigan boshqa jihozlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ushbu jarayon yoshlarni harbiy soha va tizimdagi real imkoniyatlar bilan yanada chuqurroq tanishtirishga xizmat qiladi. Shundan so'ng bellashuvlar boshlandi. Unda jamoaviy saf tayyorgarligi, kamondan o'q otish musobaqasi, arqon tortish bo'yicha jamoaviy kuch sinovi, o'quvchilarning epchilligi va chaqqonligini oshirishga qaratilgan estafeta bellashuvlari o'tkazildi. Ushbu harbiy sport musobaqasini o'tkazishdan asosiy maqsadimiz yoshlarni harbiy vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlar ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Biz faqatgina ushbu harbiy sport musobaqasidan cheklanib qolmasdan, hozirgi kunda qurolli kuchlarimizdagi mavjud zamonaviy qurol-aslaha va harbiy texnikalar bilan yoshlarni yaqindan tanishtirish imkoniyati yaratib berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-noyabr kunidagi o'quvchi yoshlarni chaqiruviga qadar tayyorlash, ta'minlash, yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 393 sonli qaroriga asosan barcha O'zbekiston Respublikasi viloyatlarida jasorat sinflari tashkil qilindi. Ushbu jasorat sinflarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, hozirgi zamon yoshlariga xos bilim va malakalarni berishdan iborat. Musobaqalar davomida o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, jamoada ishlash qobiliyati, bir-biriga ko'mak berish tajribasi, iroda va qat'iyati sinovdan o'tkazildi. Turnir natijasiga ko'ra 3-o'rin Qorovulbozor tumani 1-umumiy o'rta ta'lim maktabiga, 2-o'rin Kogon tumani 21-maktab yoshlariga va faxrli 1-o'rin Qorako'l tuman 15-umumiy o'rta ta'lim maktabiga nasib etdi. Tadbir yakunida g'olib va sovrindorlar esdalik sovg'alari va diplomlar bilan taqdirlandilar.